Salom sizlar bilan Timur. iPhone 16 Pro Max'ni chiqqaniga ancha bo'lib ketdi. Siz esa bor yo'g'i buni raspakovka videosini qilgansiz. Qachon buni to'liq obzorini va ishlatish tajribasini bizga qilib berasiz degan savollar bor, kam emas. Men aytgandim, qilib beraman deb, mana va'daga vafo shu kun bugun ekan. Mana ikkala telefonni ham olib kelib qo'yganman. Bugun chislov 13-noyabr va bugungi kunga kelib iPhone 16 Pro Max narxlari ancha tushib qoldi. Ya'ni sotib oladigan darajaga keldi desa ham bo'ladi va sizda savol turadi. iPhone 16 Pro Max'ni sotib olsa bo'ladimi? Arziydimi? Nima ustun taraflari bor iPhone 15 Pro Max'dan masalan? Barcha mana shu savollarga bugun javob beramiz. Mana misol uchun siz mana shu videoni ko'ryapsiz. Bu yerda yaxshi ssenariy, chiroyli kartinka va sifatli ovoz, bunaqa kontent yaratish orqasida nima turibdi? Eng muhimi bu bloger syomka kunini qanaqa kayfiyat bilan boshlashi. Kunni boshlanishini quvnoq qilish uchun esa nima yordam beradi? Albatta, kofe yordam beradi. Kofeni har doim ham uyda ichib chiqishga ulgurmayman. Shuning uchun vaqtni bekorga yo'qotmaslik uchun mashinani qizdirayotgan paytimda Polaris kofe mashinasining masofiy Wi-Fi boshqaruvi orqali o'zimga kofe damlayman. Buni qilish juda ham oson. Masalan, qarang, Polaris IQ Home ilovasiga kiramiz va men o'zimga amerikano tayyorlamoqchiman. Tam mana gradusini zadovat qilaman. Masalan, 89 va start knopkasini bosaman. Boshlandi. Ofisga kelganimda esa kofe issiqqina tayyor bo'lib turgan bo'ladi. Mani vazifam esa bor yo'g'i uni mazza qilib ichish. Syomkalarim tugagandan keyin meni tomog'im quriydi, chunki men ko'p gapiraman va o'sha paytda choy ichib keladi. Nima qilaman? Alisa, поставь чайник в офисе на 90 градусов. Oppa! Va men belgilagan gradusgacha Polaris IQ Home aqlli choynagi suvni qizdirib beradi. Waterway Pro texnologiyasi esa choynakni qopqog'ini ochmasdan suv bilan to'ldirishga imkon beradi. Bu juda qulay. Choy yaxshi ko'radigan odamlar uchun Polaris IQ Home ilovasida 100 dan ortiq choy retseptlari mavjud. Siz bor yo'g'i Google Play yoki App Store dan kirib, ana o'sha ilovani yuklab olsangiz bas. Choynakni ishonchligiga xavotir olmasangiz bo'ladi, chunki bu yuqori sifatli shishadan qilingan. Men ishlatib ko'rgan barcha mahsulotlarni videoni ostidagi havola bo'yicha o'tib xarid qilishingiz mumkin. Xo'sh, dizaynga kelsak, to'g'risini aytsam, juda ham zerikarli. Bu juda ham zerikarli. Onasining hech qanaqa o'zgartirish kiritilmagan. Mana qarang. Faqat rangidan hozir ajrata olamiz. O'ng qo'limda 15 Pro Max, chap qo'limda 16 Pro Max. To'g'risi bu 14 mi, 13 mi, 12 mi, 15 mi, 16 mi, вообще hech kim farqiga bormaydi. Faqatgina bitta mana bu 16 da o'ng qirrasida kamera control degan bistalkovый knopkasi bor. Menda ham bor shunaqa narsa, faqat bu antenna, bu knopka emas. Tushunmaganlarni aldab yuborishi mumkin. Da, yangi Desert Titanium degan rangi chiqqan. Bizlar aynan o'sha rangni raspakovka qilgandik sizlar bilan birgalikda, lekin menga u rang yoqmadi. Qanaqadir jenskiyroq. O'zimga shaxsan u rangli telefonni sotib olgan bo'lmasdim. Birinchi o'zgarish, lekin bu aslida hech kimga sezilmaydi. O'zgarish. Qarang. iPhone 16 Pro Max'ni bo'yi ozgina, prям ozginagina o'sgan. Bu hech qanaqa sizga sezilarli effekt bermaydi. Shuni hisobiga bular ekranini, ya'ni displeyning razmerini ham salgina kattalashtirilgan. 15 Pro Max'da 6.7 dyuym, 16 Pro Max'da 6.9 dyuym. Lekin kundalik hayotda ishlatayotganingizda hech qanaqa farqini to'g'risini aytsam sezmaysiz. Mana qirralari ingichkalashganda, lekin bir ko'rganingizdan keyin ko'zingiz o'rganib ketadi, shu bilan bo'ldi. Zabili bolt. Shu Apple borku oxirgi paytlar juda ham o'zidan ketyapti. O'zini loyalniy auditoriyasiga bitta narsasini qo'yib qo'ygani bordek. Lekin Apple'ni bu darajadagi pofigizmi shunchalikcha qolib ketgani yo'q. iPhone 16 lineykasining sotuvlari bu yili o'tgan yilgi 15 ga qaraganda 27% ga tushgan dunyo bo'yicha va bu narsa O'zbekistonga ham tegib o'tdi. Masalan, iPhone sotuvlari bilan shug'ullanadigan odamlar bilan gaplashib ko'rdim. Ular ham aytayaptiki, 16 ni sotishga sal qiynalyapmiz. Odamlar unaqa axotni kelib sotib olaman demayapti deb aytishdi o'tgan yilga 15 ga qaraganda. Endi mo'shinsiga keladigan bo'lsa agar, to xarakteristikalarni aytib o'tirgim kelmayapti. Nega? Chunki prakticheski farqi yo'q ishlashida. Ya'ni, to'g'ri iPhone 16 Pro Max 15 ga qaraganda mo'shinroq, lekin unaqa zadacha, unaqa ilova va unaqa o'yin yo'qki, masalan, hozirgi paytda iPhone 15 Pro Max ko'tara olmaydigan. Ya'ni 16 Pro Max nimani ko'tarsa, 15 Pro Max ham xuddi o'shanaqa performansda ko'tarib bemalol sizga o'sha experience-ni beradi. Unaqa bo'lsa, men переплачивать qilib mo'shinroq telefon olishimdan nima naf degan savol keladi. Kamera. Bu yerda o'zgarishlar bor. Hozir pichoqqa ilinganlarni sizga aytib beraman. Qarang, kamerani ochamiz, videoga o'tamiz, 0.5 ga qo'yamiz. Ana endi 0.5 ga qo'yib video tushirsak, bu endi 12 megapikselda emas, balki 48 megapikselda tushiradi. Bu degani videoni detalizatsiyasi va sifati yaxshiroq bo'lishi kerak. Men shu narsani tekshirib ko'rish uchun ataylab studiyamda svetni o'chirdimda va ikkala telefonga ham mana shu 0.5 ga qo'yib video oldim. Hozir natijasini sizga qo'yib beraman, keyin o'zimning izohimni aytaman.
Svetni ataylab o'chirdim. Shumlari ko'rinsin deb. Hozir sherikga qo'yib tushiryapman. 15 Pro Max sherikda 12 megapikselda tushiradi, 16 Pro Max sherikda 48 megapikselda tushiradi. Mana ko'ring. Hozir kompyuterga qo'yib ko'raman qanaqa. Lekin 15 Pro Max yarkiroq, 16 Pro Max qoraroq ko'rsatyapti. Endi kompyuterda ochib ko'rish kerak bu narsani. Ko'rdingizmi? Agarda mana shu ikkala videoni hozir uchragan odamga borib qo'yib bersangiz, ular qani farq deydi. Lekin agarda siz geekni ko'zi bilan qarasangiz, to iPhone 16 Pro Max ning lenzasi yorug'likni kamroq kirgizyapti va shu sababli ISO'si pastroq qilib olyapti. Natijada shumlar salgina bo'lsa ham kamroq, lekin videoni o'zi sal qorong'iroq bo'lib chiqqan. 15 Pro Max ga qaraganda 15 Pro Max ning kadri sal yorug'liroq va shumlari juda ham ko'p. No, 16 Pro Max ning videosida ham shumlar bor, ular yo'q emas. Do'stlar, sizlarni yordamingiz kerak. 2024-yilni eng zo'r texnoblogeri aniqlanmoqda. Mana shu videoni ostida men bir Instagram postga ssilka qoldiraman. Ana o'sha ssilka bo'yicha o'tib, meni Instagram akkauntimni atmetka qilib ketsangiz, juda ham xursand bo'lgan bo'lardim. Kelinglar, mana shu sovrinni, mana shu sovg'ani birgalikda yutib ketaylik. Keyingi o'zgarish bu endi 16-iPhone'da 4K 120 kadrga qo'yib video yozsa bo'ladi. Bu juda ham ajoyib va bu narsani sizga farqini ko'rsatib berish uchun yana bitta maxsus video tushirdim. Qarang, mana bu 120 kadrga tushirilgan video va men uni 5% gacha skorostining tezligini pasaytirdim. Ko'ryapsizmi zadержкani? Ana endi 60 kadrga tushirilgan video. Sezdingizmi? Mana shunda farqi. Kamerasining stabilizatsiyasiga esa umuman gap yo'q. Meni nazarim bo'yicha yaqin orada iPhone 16 Pro Max mobilograflarning eng boyevoy рабочий apparati bo'ladi. 120 kadr menga hozircha qayerda kerak bo'ladi bilmayman. Masalan, 4K 120 kadrga tushirdim va uni men Instagramga yuklagan taqdirimda ham Instagram uni baribir 60 kadrga tushirib qo'yadi. Hali butun hamma platformalar 120 kadrga mo'ljallanmagan, lekin bu qadam yangicha standartni zadovat qilishi mumkin. Keyingi telefonlardan boshlab hamma 4K 120 kadr qo'shishni boshlaydi va shunga qarab mana shu kontentni ko'taradigan, ochadigan yangicha monitorlar, yangicha standartlar paydo bo'lib ketadi. Shuning uchun hozircha 120 kadrni to'lqi yo'q. Agarda siz 120 kadr 4K ga qo'yib slow-mo olmasangiz yoki har kuni 4K 120 kadrda slow-mo olib yuradigan mazoxistlar ham bormi? Bo'lsa yozib ketinglar. Endi kamera kontrol degan knopkasiga kelsak. Absolutno бестолковый knopka. Bu knopkani siz bor yo'g'i 2 marta ishlatasiz. Birinchi marta bu o'zingiz qani bu nima ekan deb boshida ishlatib ko'rasiz yangi telefon olganingizda. Keyingi safar bironta o'rtog'ingiz ko'rib qolganda, "O, qani yangi knopkasini ko'rsatchi" desa, o'sha payt ko'rsatasiz. Bo'ldi. Masalan, mana shu knopka bilan men bundoq swipe qilib o'tirganimdan ko'ra, mana bu ekranni o'zida prosta mana 1 2 3 qilsam osonroq va tezroq. Nimaga kerak bu kamera bilmayman. Endi Apple ham 16-iPhone ni chiqarayotganda, xo'sh, bu yil hech qanaqa dizaynga o'zgartirish kiritmadik, hatto biron narsani o'zgartirish kerak, iPhone'lar sotilishi uchun deganda bitta shu knopkani qo'yib ketgan. Farqi yo'q, kerakmi, kerak emasmi? Hatto buni fotoapparat qilmoqchi bo'lganman, mana bunday qilib, chiq qilib sizdimni olib, hop, rasmga tushirib qo'ydim. Uni ustiga agar siz chexol kiydirsangiz, bu onangning emmagur knopkani bosib ham ishlatib ham bo'lmaydi, qarang. Qanaqa bosaman buni men? Bundoq qilib bosish kerak. Softga kelsak, ko'pchilik o'ylaydi ekanki, masalan, iOS 18.1 kelgandan keyin faqatgina Apple Intelligence iPhone 16 Pro va Pro Max lineykalarida qo'llab-quvvatlanadi deb. Endi akajon qarang, agarda sizni 16 Pro Maxingiz bo'lsa, u Apple Intelligence'ni qo'llab-quvvatlaydimi, qo'llab-quvvatlamaydimi farqi yo'q, chunki O'zbekistonda u narsa umuman ishlamaydi. Agarda ishlaganida iPhone 15 Pro Max ham u narsani qo'llab-quvvatlagan bo'lar edi. Rasmdagi kerak emas elementlarni iPhone 15 Pro Maxda ham o'chirib tashlasa bo'ladi. Batareyasiga kelsak, bu telefon meni do'stimniki, o'zimniki emas va 16 Pro Maxni meni do'stim ishlatib yuribdi va uni so'zi bilan sizga gapirib beraman. Batareyasi 15 Pro Maxga qaraganda 2 soatga taxminan ko'proq ishlayapti ekan. Bu yaxshi yangilik, lekin bu telefon hali yangi. Boshida 15 Pro Max ham yaxshi ishlardi. Endi 1 yildan keyin nima bo'ladi? Xren его знает, но 1 yildan keyin bilamiz qanaqa ko'rinishi keladi buni batareykasi. Yaxshi yangiliklardan uni ustiga do'stim aytib o'tdiki, iPhone 16 Pro Max zaryad olayotganda va o'yin o'ynayotganda kamroq qizyapti ekan. Ya'ni Apple buni prezentatsiya qilayotgan paytida aytishgandiki, iPhone 16 Pro Max ning konstruksiyasi o'zgargan, ya'ni bunda teplootvod yaxshilangan deb. Ya'ni bu narsa telefonni kamroq qizishiga hissa qo'shib turadi. Demak, haqiqatan ham bu narsa
ishlayapti ekanda. Atak 16 Pro Max ishlatayotgan odam ham aytayapti, men ham aytaman sizga. Agarda sizda iPhone 13 Pro Max, 14 Pro Max, 15 Pro Max bo'lsa, umuman iPhone 16 Pro yoki Pro Max ga o'tish kerak emas, hech qanaqa rezon yo'q. Agar sizda mabodo iPhone 12 Pro yoki 12 Pro Max bo'lsa, to o'ylab ko'rsa bo'ladi. Nega? Chunki u telefon уже eski va u telefonning batareyasi уже yetib kelgan va shuni hisobiga siz yangi telefonga o'tishingiz mumkin va siz sezilarli darajada qanaqadir bir nima sezasiz, продвижение, ya'ni nima deydi, rivojlanish sezasiz. Bekorga ham даже O'zbekistonda iPhone 16 Pro Max ga talab unchalik ko'p emas. Hattoki men ham uni sotib olmadim bu yili. Xulosalar va fikrlar shu, bu telefon haqida boshqa gapiradigan narsa ham yo'q. Hech qanday qiziqarli joyi yo'q. Qanaqadir pishkalarni yoki protsessori bunaqa ekan, operativkasi buncha ekan deyishdan umuman to'g'ri yo'q do'stlar. Chista mana ishlatib ko'rgan odam sifatida endi men ham buni oldim-ku obzorga, qanaqadir nimalarni qilib ko'ryapman va ishlatib ko'rgan odam bilan suhbatlashib sizga mana shu bir nimani vыводni yetkazyapmiz. O'ylaymanki sizga bu video yoqdi. Agarda shunday bo'lsa, sizdan bitta like, bitta kommentariy va kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Sizlar bilan har doimgidek Timur Xatamov, aka Team Line. Keyingi rolikda ko'rishguncha.